Buni siz ham his qilgansiz. Gap boshlash oldidan yurak tez ura boshlaydi. Qo'llar terlaydi, titraydi, og'iz quriydi va ich-ichingizdan bular tezroq tugashini xohlaysiz. Tana sizga signal yuboradi. Ehtiyot bo'l, bu juda xavfli, bu juda muhim. Ko'pchilik bu tuyg'uga dushmandek qaraydi. Chin dildan kurashadi. Hayajonim tezroq yo'qolsa edi deb xayol qiladi. Agar men sizga bu tuyg'uni sizga qarshi emas, balki sizning foydangizga ishlatish mumkin desamchi, men qandaydir fandagi ilmiy burilish ochmoqchi emasman, lekin men sizga o'zim sinab ko'rgan, boshqalar ham qayta va qayta muvaffaqiyatli ishlatgan oddiy usulni ochmoqchiman. Diqqat qilamiz. Siz hayajon va qo'rquvingizni to'liq yo'qota olmassiz, lekin uni yana ham ko'proq gapirishga undaydigan yoqilg'iga aylantirishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, keyingi safar hayajonlanganingizda hayajonlanyapman, demak hozir hammasi kutilgandan yaxshiroq bo'ladi deysiz. Miyamiz haqidagi qiziq ma'lumotlardan biri, u qo'rquvni zavqlanishdan yaxshi ajrata olmaydi. Ikkala hissiyot ham tanamizda bir xil kimyoviy o'zgarishlar hosil qiladi. Ya'ni adrenalin oshadi, yurak tez ura boshlaydi, nafas tezlashadi. Zavq va qo'rquvdagi farq fiziologiyada emas, biz hissiyotni nima bilan bog'lashimizda. Agar siz hissiyotni xavf-xatar bilan bog'lasangiz, demak bu qo'rquv. Agar ijobiy natija bilan bog'lasangiz, demak bu zavqlanish. Biz qiladigan ish qo'rquvni zavq bilan almashtirishdir. Keyingi safar yurak urishi tezlashganda birdaniga men qo'rqyapman demang. 5 soniya pauza qiling, chuqur nafas oling va ichingizda men zavqlanyapman, tanam shunga tayyorlanyapti deng. Nega bu usul ish beradi? Chunki siz miyangizga bu yerdan qochib qolish emas, aksincha vaziyatdan zavqlanishga tayyorlanish uchun signal beryapsiz. Tushunyapsiz-a? Hayajonni chaqiradigan yana bir sabab bu mukammal bo'lishga urinishdir. Men benuqson ko'rinishim kerak. Men bironta ham xatoga yo'l qo'ymasligim lozim. Bu xayollar sizdagi hayajonning tagiga o't qalaydi. Uni battar kuchaytiradi, chunki endi siz o'zingizni emas, ideal versiyangizni ko'rsatishga harakat qilyapsiz. Sizga bu holatda jasorat yetishmayapti, xolos. O'zingizga bo'lgan ishonch yetarli emas. Siz jasorat bilan o'zingizga haqiqiy, rostakam ko'rinishga ruxsat berasiz. Men o'zimni borimcha ko'rsataman. Kichik xato qilsam ham mayli, men shunchaki davom etaveraman deyish kerak. TED Talks chiqishlarining biridagi notiq o'zining chiqishida PowerPoint slaydini ishlatish kerakmi yoki yo'qmi deb u yerdagi barchadan so'rab chiqibdi. Maslahat berganlarning yarmi slayddan foydalanish, yarmi esa undan foydalanmaslikni maslahat beribdi. O'ylab qarasa, u maslahatlashmagan yana bir inson qolgan ekan u yerda. Bu ham bo'lsa uning o'zi. Insonlar mukammalga emas, haqiqiylarga ishonadi. Agar boshqalarga o'xshash o'rniga o'zingizga tegishli g'oya va hikoyalaringizni jasorat bilan taqdim eta olsangiz, qo'rquv, hayajon o'z-o'zidan yo'qoladi. Endi bahonalar o'tmaydi. Nega notiqlik bo'yicha kurslar faqat Toshkentda deb norozilik bildiradiganlar diqqatiga. Yo'lga chiqishga hojat yo'q. Endi biz o'zimiz sizning oldingizga boramiz. Biznes egalari va soha mutaxassislari, rahbar kadrlar uchun Farg'ona, Andijon, Nukus, Qashqadaryo, Xorazm, Samarqand va Buxoro viloyatlarida jonli va amaliy 2 kunlik treninglar tashkil etilmoqda. Joylar soni cheklangan. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va joyingizni band qiling. Ba'zida kichik kamchiliklar nuqson emas, aksincha sizga ustunlik beradi. Endi eng muhim qism so'zni boshlash haqida to'xtalsak. Qachon qo'rquv va hayajon eng pik holatda bo'ladi? Bilasizmi? Gapirish uchun og'iz ochishingizdan 5 soniya oldin. Shuning uchun biz so'zning boshlanishini shunchalik kuchli qilib quramizki, hayajonga hech qanday o'rin qolmaydi. Juda ko'p insonlar og'iz ochishi bilanoq 10 soniya o'tar o'tmas o'zlariga bo'lgan ishonchini yo'qotadilar. Auditoriyadan uzr so'rash, nolish, bahonalar izlash, o'zini past hisoblash. Noqulay holatlar, to'g'rimi? Biz bularni yo'qota olamiz.
Umumiy fikrlarga zid yoki kutilmagan fikr aytish. Bu nima degani? U shunday jumla bo'lsinki, odamlar nima deyishsin va diqqatlari to'liq sizga qaratiladi. Masalan, aytishlaricha insonlar oldida gapirishdagi qo'rquv o'limdan qo'rquvdan keyingi ikkinchi o'rinda turar ekan. Bugun biz buni yolg'on ekanligini isbotlaymiz. Tushunyapsiz-a? Kichik shaxsiy hikoya. 60 soniyagacha. Sizni eshitayotganlarga o'xshash ekanligingizni ko'rsatadigan hikoya. Insonlar o'ziga o'xshaganlarga ko'proq ishonishadi. Masalan, men birinchi nutqimni eslayman. Qo'limda turgan qog'ozdagi so'zlarni qaltirayotganimdan ko'ra olmaganman. Ko'zim xiralashib qolgan. Miyamda agar hozir nutqim esimdan chiqib qolsa-chi degan xayol qaynagan. O'sha kuni men tushundimki, qo'rquv va hayajonlarim meni boshqaryapti. O'zimni to'liq ko'rsatishimga xalaqit beryapti. Bugun sizlarga bu tuyg'ularni o'zgartirishni ko'rsataman. Eslab qoling. Agar sizning so'z boshingiz dadil bo'lsa, hayajon tezda pasayadi, chunki siz eng qiyin ishni qildingiz, gapirishni boshladingiz. Endi esa amaliy qism. Gapirishdan oldin shu 3 ta oddiy mashqlarni bajaring. Ovozingizni pastlating. Hayajon vaqtida ba'zida ovoz o'zingizga sezilmagan holatda baland chiqadi. Chuqur-chuqur nafas oling 30 marta. Ikkinchi, qo'llaringizni mahkam qisib qo'yib yuborasiz. Ya'ni tanani, mushaklarni tirishtirish mashqini bajaring. Bu mashqni tik turgan holatda ham, o'tirgan holatda ham qilishingiz mumkin. 15-20 marta. Yelkangizni ko'taring, ko'kraklarni oching. Bu o'zidan kimnidir yasash yoki kuchli ko'rinish uchun emas, tanangizga siz tayyor ekanligingizni ko'rsatish uchun kerak. Sizga video davomida aytib o'tgan usullarni doimiy qo'llab borsangiz, miya yurakning tez urishini xavf emas, tayyorgarlik deb tushunishni boshlaydi. Demak, gapirish oldidan hayajonni sizga qarshi emas, balki sizga yordam beradigan qurolga aylantirish mumkin. Sizning vazifangiz bu hissiyotni yo'qotish emas, uni boshqa yo'lga yo'naltirishdir. Keyingi safar yuragingiz tez urishni boshlaganida tabassum qiling. Chunki sizdagi sirli qurol jonlanyapti. Endi esa uni ishlatish kerak xolos. Agar ma'lumotlar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Siz so'zingizning, nutqingizning qayerda ko'proq hayajonlanasiz? Boshi, o'rtasi yoki oxirida? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Salomat bo'ling.